Uyghur agentligining huzurundağı tayyorlagan bu haftalık Uyghur xabarlari tuvandikcha. Amerika armiyasini qo'llash Amerika davlati va Amerika xalqini qo'llash demakdir. Paytaxt Washingtonga joylashgan Dolan Uyg'ur restorani direktori Hamid Karim apandi 18 yanvar kechda do'stlarining maslahati Dolan shirkatining qarori Amerika muhofizatchi armiyasining qo'shilishi bilan Amerika davlat majlisini qo'g'dayotgan davlat muhofizatchi qismiga Dolan restoranining Uyg'ur taomlaridan 50 kishilik qozon kabob, polo va salat qatorliq taomlarni elib, Uyg'ur xalqining Amerika davlati bilan bir safda turadiganligini ifodalagan. Uyg'ur agentligining ziyoratini qabul qilgan Hamid apandi mundaq dedi. Biz o'tgan oyda Amerika Tashqi ishlar ministrligining hukumat to'rbekiti Amerikaning Xitoydagi elchixonasi qatorliq organ suhbatlarida bizni maxsus maqola rasm bilan tashviq qilganligini ko'rib, ko'p ta'sirlandik va hayajonlandik. Amaliyotda Amerika hukumati dunyoda Uyg'urlar uchun tik turgan birdan-bir davlat. Bu davlatning armiyasini qo'llash Amerika davlati va Amerika xalqini qo'llashdir. Hamid apandining aytishicha, Dolan restorani maxsus minnatdorlik xati yozilgan xalta bostirgan bo'lib, uningga sizlarning vazifa sepidagi jafoliq xizmatinglar va botirliqinglar davlatimizning erkinligini qo'g'daydi. Sizlarga rahmat, Dolan Uyg'ur restorani deb tushirilgan. O tamoqni ilib borganda Uyg'ur do'ppisini kiygan va Uyg'ur amerikaliklar nomidan sizlarga tashakkur aytamiz degan. Askarlar uningga ko'p minnatdorlik bildirgan va billa xotir qoldirgan. Uyg'ur korxonchilarining Amerika davlat mudofaa sepidikilarga haqsiz tamoq ilib berishi tunji qitimliq ish bo'lib, Uyg'ur agentligi Dolan restoranini tabriklaydi va Uyg'ur xalqining o'zi turayotgan davlatda yaxshi ta'sir qoldirishni, Uyg'urlarning obrazini yuqori ko'tarishni tavsiya qiladi. Amerika hükümeti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik o'tkazganligini e'lon qildi. Bütün dünyanın ko'zi Amerikaga tikilib turayotgan tarixiy paytlarda Uyg'urlarni suyundiradigan xabardan birisi keldi. Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo o'zining rasmiy Twitter hisobida Sharqiy Turkistonliklar ustidan yurgizayotgan yuqori besimli siyosatlarini irqiy qirg'inchilik deb atadi. O'tgan yilning oxiridan boshlab prezident saylimi davolqishida turayotgan Amerikaning siyosiy yuzlanishi butun dunyoning diqqatini tortib kelmoqda edi. 20 yanvar Amerika tarixidagi eng muhim o'zgarishlardan biri bo'ldi. Mavjud hokimiyat beshidagi jumhuriyatchilar va bu qitimqi saylamda g'alaba qilgan demokratchilar o'rtasida hal qiluvchi qaror aylandi. Mushundaq tarixiy minutlarda Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilishi Uyg'urlarni xushal qilib qolmay, mavhum umid tuyg'ulariga cho'mdirdi. Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo ishxonasidagi eng oxirgi bir kunida Uyg'urlar uchun unutilmas tarixiy bir jakarnoma e'lon qildi. U Twitterda e'lon qilgan bayonotda munolarni jakarladi. Men Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va boshqa etnik va diniy azonliqlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan deb bekitishni qaror qildim. Türkiye'nin Xitay baş elçisi Abdulkadir Emin Önen 16 yanvar Türkiye taratqullariga bergan ziyoratida munolarni bildirgan. Qarindoshlarımızning tuproq butunligi va bir Xitoy siyosiy prinsipini qo'llab, biz barliq vositalar bilan kuchaytirib kelayotgan Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan munosabatimizning texnik kuchlanishi uchun tehdik qo'shishni orzu qilamiz. Türkiye bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi tabriklanish oldida Türkiye-Xitoy hamkorligida ikki tarixiy bosish yuz berdi. Buning birisi bo'lsa, Turkiyadan Xitoyga mangdigan yuk poyezdi Xi'anga yetib keldi. İki davlat savdo va diplomatiya amaldorlari buning Turkiya iqtisodi uchun zo'r to'p qo'shdiganligini ta'kidladi. Yana bir tarixiy bosish bo'lsa, Xitoy davlatidan import qilingan Xitoy virusi vaksinasini Turkiya davlat boshlig'i Erdo'g'an apandan bosh bo'lib emlab, Turkiya davlat taratqularida tashviq qildi. Bu Xitoyning xalqaro obrazi uchun eng cho'ng to'pi bo'lib, G'arb dunyosi Xitoyni virus tarqatdi deb ayblagan mezgilda Xitoyning virus vaksinasini maqtash Xitoy uchun dunyoviy shuhrat va utuq qozondirmoqda. Turkiya bosh elchisi yana mundaq degan: Urug' tuqqanlari bilan ko'rishalmagan qarindoshlarimizning dardiga xalqaro qonun yo'llari va diplomatik qonunlar bilan diqqat qilyapmiz. Temaga aloqador diqqatimizni va orzuyimizni Xitoyning har darajalik rahbarlariga yetkazamiz. Türkiye baş elçisining Uyg'urlardan Xitoyning zamin butunligini qo'g'dashni talab qilishi bir qism turk ziyolilarining g'azabini qo'zg'adi. Türk ziyolisi Yücel Tanay bu haqda mundaq dedi:
Sen Uyg'urlardan o'zingning manfaati uchun ularning zimini Sharq Turkistonni besib olgan Xitoyning zimin butunligini qo'g'dashni talab qilyapsan. Donald Trump hukumatining Xitoy siyosati to'g'ri. Amerikaning 46. navbatlik prezidenti Joe Bidenning davlat ishlari kotibi Antony Blinken 19 yanvar davlat majlisining vazifa muqimlash guvohlik berish yig'inida qatnashdi. Uning oldin oshkorlangan bayonotida mundaq deyilgan: hech qanday hukumatning yaxshi ideyalarni monopol qilish huquqi yo'q. Ammo haddidan oshgan Xitoyga qarshi Trump hukumatining siyosatini ko'p jihatdan qo'llayman. U yana mundaq degan: Amerika Xitoyga taqobil turishda kuchli bo'lish kerak. Ammo Trump hukumati Amerikani ittifoqdoshlaridan ayirib qo'ydi. Biz Xitoyga qarshi ittifoqlik shakllantirishimiz kerak. Shu kuni tushdan keyin muxbirlarning Mike Pompeoning Uyg'ur masalasini qirg'inchilik deb e'lon qilganligiga qanday qaraysiz deb so'ragan savoliga mening qarorim shundoq deb javob bergan. Angliya pul muomala vaqti gazeti ve Amerika ovozi Bidenning saylam atritining 2020 yili avgust oyida Xitoyning Uyg'ur siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilganligi va Trumpning Uyg'urlar uchun keskin harakatga o'tishini talab qilganligini qayta xabar qildi. Tahir Emin New York vaqt gazetiga bu haqiqatan bir irqiy qirg'inchilik dedi. 19 yanvar Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qarshi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan keyin dunyo taratqularida bu haqda nurg'un xabar va mulohazalar ilib berildi. Uyg'ur agentligining qurg'uvchisi, Uyg'ur faoliyatchi Tahir Emin Uyg'uryan bu haqda New York vaqt gazetining ziyoratini qabul qilganda nurg'un kishilar bu qarorni siyosiy maqsadga chiqarilgan deb qaraydi. Siz buning qanday qaraysiz degan savolga darvaqa bu qarorning qonuniyligidan gumonlangan nurg'un kishilar bor. Ammo barliq faktlar shuni nihoyat ochiq ko'rsatdiki, yuz berayotgan ishlar haqiqatan bir qirg'inchilikdir deb javob berdi. Tahir Emin apandining Uyg'ur agentligiga bildirishicha, u ziyorat jarayonida New York vaqt gazetining muxbiriga yana garchi e'lon qilmagan bo'lsa-mu tuvanliklarni bildirgan. Uyg'urlar Biden hukumatidan Xitoyga Uyg'ur masalasida qat'iy usulda taqobil turishni umid qiladigan bo'lib, yumshoq bo'lish, qirg'inchilik deb tanqid qilib qo'yish yetarli emas. Yangi usullarni ijod qilish, ko'p qatlamliq va ko'p taraflimlik besim tushirish, izchillik bilan, dodillik bilan harakat qilinishi kerak. Democracy has prevailed. U.S. President Joe Biden I will be a president for all Americans. and Vice President Sobiq Kamala prezident Harris Donald Trump take the oath Oqsaroydan of ayrıldı. office. Biden qasam berib prezident bo'ldi. 20 yanvar Amerika poytaxti Washingtonda Amerikaning 46 navbatlik prezidenti Joe Biden qasam berib vazifa topshirib oldi. An'ana bo'yicha sobiq prezidentlardan Clinton, Kichik Bush va Obama kelib bu marosimga qatnashdi. Sobiq prezident Donald Trump qasam berish marosimiga qatnashmadi. 20 yanvar Amerikaning eng nopusli gazeti bo'lgan New York vaqt gazetida advokat Nuri Turkel apandining "Men majburiy emgakni ko'rib cho'ng bo'lgan. Amerika shirkatlari harakatga o'tish kerak" degan temadagi bir parcha obzori e'lon qilingan. Bu seviyada bu dangliq taratquda maqola e'lon qilish Uyg'urlar ishida nihoyat oz uchraydi. Bu gazet butun dunyoga tarqalib, 10 milliondan yuqori qatlam kishilarning tafakkuriga ta'sir ko'rsatdi.